Amerikadan qaytganimizga bugun 1 yil bo'ldi. O'sha payt hamma aytdi, afsuslanaslik ketmaylar deb, lekin 1 yil o'tib tushunvaman, bu hayotimizdagi eng to'g'ri qarorlardan bittasi. Kelinglar, unda sizlarga hammasini bir boshdan aytib beraman, faqat sizlar obuna bo'lishni unutmanglar. 2022-yil turmush o'rtog'im ikkalamiz Amerikaga borishga qaror qildik, lekin o'sha payt bizning farzandimiz bor edi, shuning uchun qanaqa qilib ketishimiz noma'lum edi. Turmush o'rtog'im West Florida universitetiga magistraturaga o'qishga kirdilar va konsulstva bilan birga dokument yig'ishni boshladilar. O'qishga ozgina vaqt qolgani uchun intervyuga O'zbekistonda emas, Abu Dabida kirishga qaror qilishdi va shu bahona oilaviy sayohatga chiqib kelamiz dedik. Lekin turmush o'rtog'imning viza olish shansi 10% edi, chunki hamma o'sha payt отказ olyotdi. Bu gaplarni eshitib bizning ham motivatsiyamiz tushib ketdi va mayli nima bo'lsa bo'ldi, shuncha pul ketdi deb sayohat qilib kelamiz deb baribir Dubayga bordik va vizaga kirdilar.